Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Baribir hovlilarni ichida odam boshqacha ishlaydi-da. Hozir mana bir hovlichamizni montajga kelganman. Jani proyektchasi juda ham ajoyib ekan. Hozir kabellarni tashlashni boshladim. Bu yerda xudo xolasa shet bo'ladi. Bu yer bitta. Mana bitta spalni. Yana bitta spalni. Bu yerda vzrosli spalni ham bo'ladi. Mana bu yerda hozir ikkita lampochka kabel chiqarilgan. Bu yerda spalni bo'ladi. Ikki tomoniga proxodni включатель qilib taxladim. To есть потолок svetni ikki tomondan ham o'chirib yoqishni ilatsa bo'ladi. Xullas, bugunga shunaqa ishlar. Bugun bu ro'zani birinchi kuni. Ozroq charchoq. Xudo xolasa ertadan yana davom ettiramiz. Hammaga sog' salomat bo'linglar. Omon bo'linglar do'stlar.